Gladini doskani zo'rini olib keldim. Nima qilamiz? Boshlaymizmi testni? Ushbu mahsulot Ruminiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, D-Tor brendiga tegishli bo'ladi. Eng qizig'i, Gladini doskamizga 2 yil kafolat beriladi. Imkoniyatlari juda ham ko'p. Ushbu mahsulot haqida videoni oxirigacha ko'rsanglar, albatta batafsil bilib olasizlar. Tokka qo'ydik va Gladini doskani yoqamiz. Sizlar bilan, demak, Gladini doskani test qilamiz. Albatta fikringlarni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Bunaqa Gladini doska sizlar ishlatganmisizlar, yo'qmi? Demak, hozir bitta qo'yni olamiz. Tavsiya beraman shu Gladini doskani sotib olishni. Sababi 100% paxtali qo'yninglarga dazmol qilishga juda ham zo'r Gladini doska ekan. Qaranglar, 3 ta funksiyasi bo'ladi. Birinchi funksiyasini qo'yib qo'ysak, Gladini doskani tegi qiziydi. U tegi qizigandan keyin tepa qismidan dazmol qilsanglar, ikki yoq tarafdan demak press bo'ladi. Bu esa mayda chizuvlarni olish uchun bizga yordam beradi. Eng yaxshi yana bitta funksiyasi bor ekan, qaranglar hozir. Tortamiz. Demak, shu qo'yningni pastga tortyapti. Bu esa sirg'anib ketmaydi mana. Dazmol qilishimiz uchun oson bo'ladi. Hozir parovoy dazmol. Yetgancha ushbu parovoy dazmolimiz ham sotimizda mavjud. Ahamiyat berasizlar. Mana. Bemalol bitta qo'lda qilsanglar bo'ladi. Zo'ra? Surilib ketmaydi. Bilasizlarmi? Bir haftada 6 kun oq ko'ynak kiyadigan akalarimiz bor. Albatta, ushbu akalarimiz uchun zo'r tavsiya. Uy bekalari qiynalib qolishmaydi. Hozir yana bitta funksiyasini ko'rsatamiz. Mana. Ko'rasizlar, tortyapti. Endi keyingi funksiyasiga o'tkazdik. Bu funksiya esa tepaga puflayapti. Pastdan havo berayotgan hisobiga pastdan beradigan funksiyasini ishlatsak, nimasi yaxshi? Qo'l taraflarini pastdan havo bo'tdi, shuni hisobiga mana turibdi. Endi dazmolni olamiz. Bu funksiya ham demak nozik materiallar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Har xil mayda joylari qolganda albatta ushbu funksiyasi yordam beradi. Hozir endi 3-chi, demak, o'rta tegdan qizitadigan funksiyasiga qo'yamiz va tekshirib ko'ramiz. Demak, o'rtaga qo'ydik. 2 daqiqa, 3 daqiqada jo'qizlikda dazmol bilan почти bir xil. Lekin qo'lni kuydirmaydi, chunki ustida material bor, tegi qismida spiral bilan. Oradan 2 daqiqa o'tdi, mana ko'ringlar. Sonra mana. Operator yaqindan ko'rsating. Qanaqa darajada dazmol bo'lyapti? Agar buni mana ham tegi qismidan bo'lyapti, ham tepa qismidan. Sababi tegi qizyapti-da hozir. Aniq bu Gladini doska albatta sizniki bo'lishi mumkin. Modern salon posudiga murojaat qilsanglar, ushbu Gladini doskani sizlarga yetkazib beramiz. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Agar sizga, yaqinlaringizga sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, biz sizni Modern salon posudida kutib qolamiz. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Bizani kuzatishda davom etinglar.